Yigitlar, boshqa ichimlik olib keling. Keragi yo'q, rahmat. Allaqachon tabrik so'zingizni aytib bo'ldingiz. Agar aytadigan boshqa gapingiz bo'lmasa, ketishingiz mumkin. Endi qizimni tug'ilgan kunida bezovta qilmang. Hop, janobligin. Agar vaqtingiz bo'lsa, keyinroq siz bilan alohida gaplashib olsak degandim. Ben. Uloyga qo'yib ol. Barcha mehmonlarni yaxshilab kutib ol. Li oilasini yuzini yerga qaratma, tushundingmi? Sizlar esa bemalol o'tiraveringlar. Yaxshi hordiq chiqaringlar. Qani olinglar. Yoqimli ishtaha. Lin Xiao odob axloqni bilmay janobliga baqirib chaqirgani mayli, lekin janob Linning o'zi ham qandaydir g'alati tuyulyapti. Janoblidek maqomga ega odam yuksak tarbiya va odob axloqqa ham ega bo'ladi. To'g'rimi, Bin? To'g'ri. Otam oddiy xalq bilan tortishib o'tirishni yoqtirmaydi. Janobli, biz uchun hisobni to'lab beradi deb o'ylamagandim. Bugun men mehmon qilmoqchi edim. Juda xijolatli bo'ldi-da. Anan, buni ko'nglingga olma. Hisobni sizlarga to'latish biroz noqulay bo'lardi. Ke bunday qilamiz. Men Royal KTVdan 2 ta o'yin band qilaman. Bo'ldi, Anan. Endi uyga qaytamiz. Men tashqarida chekib turaman. Xayrlashib chiqarsan. Xo'pmi? Bin, endi uyga qaytishim kerak. Sizlar o'tiraveringlar. Keyingi safar albatta o'zim mehmon qilaman. Xo'p, mayli. Bu safarga o'tirishimiz biroz shoshilinch bo'ldi. Shunday ekan, bir haftadan keyin shaharning g'arbiy qismida xayriya auksioni bo'ladi. Hammangizni o'sha yerga taklif qilaman. Rostdanmi? Eshitishimcha, o'sha auksionga kirish uchun moliyaviy tasdiq bo'lish kerak ekan. Bizni kiritishadi, ishqilib. Shunaqa joylarga borib dunyoqarashni kengaytirish kerak. Ana, sen ham iltimosimni yerda qoldirmassan. Xo'p, vaqtim bo'lsa albatta boraman. Bo'pti, yaxshi boringlar. Ehtiyot bo'ling. Shunday narsani ham isrof qiladimi?